Assalomu alaykum. Ismim Abdulloh. Tizim markaz kursida 5 marta o'qiganman. Tizim markaz kursiga kelishimdan oldin kichik o'quv markaz asoschisi edim. Hozirda 8 ta filialga ega bo'lgan o'quv markazda tizim qurish bilan shug'ullanaman. 3 yil davomida har xil bo'limlarda faol tizimni qurib keldim va shu jumladan o'quv bo'limi, boshqaruv bo'limi, sotuv bo'limlariga ichkarigacha kirib tizimlarini qurishda ishtirok etdim. Boshqaruv bo'limida xodimlarga KPI va lavozim vazifalarini tuzib berdik va bu tuzilmalarni hammasini oyliklarga bog'ladik. Boshqaruv bo'limida xodimlarning org strukturasiga asoslanib KPI va lavozim vazifalarini tuzib chiqdik. Undan tashqari sotuv bo'limini tizimlashtirish orqali uning daromadini 1,5 baravariga o'sishiga ham sababchi bo'ldik. Moliya bo'limida Google Sheet va AppSheetlarni ishlatish orqali tartibli va tizimli moliya bo'limini tashkil qildik. Marketing bo'limidan sifatli lidlarni tushirishini talab qilish orqali ancha sifatli lidlarni murojaat qilishiga erishdik. O'quv bo'limida 1,5 yildan oshiq faoliyat yuritdim va hozirgacha arab tiliga doir bo'lgan o'quv markazlarini fonetik va grammatikaga doir tasdiqlangan kitoblar bilan ta'minlab kelaman. Hamma o'quv markaz rahbarlari va xodimlarini ustozimiz Ahrorxo'ja Rahmatxo'jayevda o'qishlarini tavsiya qilaman va bu orqali yuqori natijalarga erishishlariga ishonaman. Umuman olganda tizim markaz sababli shaxsiy natijalarim 6 baravarga o'sishlik bo'ldi.